Assalomu alaykum, Termiz Havola avtosalon kuzatuvchilari. Bugungi obzorimizda H6 modelimiz va M6 modelimiz bo'ladi. Hozirda ko'rib turgan modelimiz H6 model bo'lib, H6 modellarimizda 330 milliondan boshlanib 390 milliongacha bor. Xo'p, H6 modelimiz 355 millionlik model bo'lib, hozirda ko'rib turganingiz ikkinchi pozitsiyasiga kiradi. Ikkinchi pozitsiya 184 kuchi ot kuchiga ega 1.5 turbo dvigatel bilan jihozlangan. LED faralar ko'rishingiz mumkin. Gabarit jihatdan ham oilaviy crossover. Balonlarni ko'radigan bo'lsak, diska balon 19 diska balon, zavodskoy. 360 kamera, slipoy zona. Salon qismiga keladigan bo'lsak, kojinli sidenalar, sidena настройка elektropaket, obduf, obogrev, беспроводный zaryadka, panorama lyuk barchasi mavjud. Orqasini ham ko'radigan bo'lsak, orqasi ham juda ham keng, oilaviy crossover. Bagaj qismlari ham juda ham keng va qulay, 540 litr bagaj hajmiga ega. Ko'rib turgan modelingiz M6 model bo'lib, M6larimiz 3 ta pozitsiyasi bor. 250, 260, 280 million so'm. M6 modellarimiz 1.5 turbo dvigatel bilan jihozlangan, 143 ta ot kuchiga ega. Hozirda ko'rib turgan pozitsiyamiz ikkinchi pozitsiya 260 millionligi. Ko'radigan bo'lsak, balonlari 17 diska balon, LED faralar. M6 modelimiz oilaviy, juda ham qulay, sayohatbop crossover mashinalarga kiradi. Balandligi ham juda ham baland. Tog'li hududlarga ham bemalol haydasa bo'ladi. Salon qismi multirul, kattagina monitor, sidena isitish, sovutish sistemasi bor. Orqalariga keladigan bo'lsak, orqalari ham juda ham keng, oilaviy, mazza qilib sayohatlarga chiqqanda. M6 modelimizning bagaj qismi 810 litr bagaj hajmiga ega. Bemalol sayohatlarga xohlagancha yukni ortib aylanib borsa bo'ladi. H6 va M6 modellarimizni naqd, avtokredit, rassrochka va lizingga xarid qilsangiz bo'ladi. To'liq ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, Termiz Havola avtosalonimizga tashrif buyuring yoki quyidagi raqamlarga murojaat qiling.